Assalomu alaykum avvalambor chorva ishqibozlari. Biz Andijon viloyati Asaka tumanidamiz. Asaka shahar aziz obunachilar. Namangandan misol uchun 78 kilometrmi, shunaqa 80 kilometrmi, 86 kilometrmi o'sha yerdan kelyapman. Kiyovning navkarlari deb to'yda aytadi-ku, kiyov navkarlari. Bizni obunachilarda, endi kiyov navkarlari bizni obunachilar, ashaddiy obunachilarimiz va buqa ishqibozlari, nasl ishqibozlari. Hozirda biz Andijon viloyati Asaka tumanida shunaqangi semental parodasiga mansub semental gibrid buqalarimiz shu optimchi arzonchi Zuhriddin ukamiz mol fermasiga kelgan. Hozir Zuhriddinni erta tongda mol fermasida ozgina sozgina 50 bosh buqalar kelibdi. Shularni video davomida to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Albatta videolarimizni ko'rishdan avval malol kelmasa, hurmatli obunachilar, bir donadan like bosib, qo'llab-quvvatlab oshna og'ayin, do'sti birodarlarga podlitsiya qilib qo'yasizlar. Ekrandagi nomerlarga telefon qilib bog'lanib kelib ko'rib buqalarimizni sotib olishingni tavsiya qilaman. Bunaqangi parodadagi buqalar aynan hozirgi vaqtlarda kelib turibdi. Hozir kim olyapti? Hamma YouTube'da inshaalloh tez kunlarda shunaqangi yangiliklar bo'ladi. Yaxshi olib qo'ygan ekanman deb maza qilib duo qilasizlar. Netolgan meni Zuhriddinni ham duo qilasizlar. Sababiki 2 oydan keyin Xudo xolasa bu mollaringiz, bu buqachalaringiz buqa bo'lib fil bo'lib ketadi. Nimaki biz endi o'zbeklar bilasizlar-ku, o'zingni yaxshi bilasizlar, juda ham yaxshi boqamiz, juda ham yaxshi parvarishlaymiz. O'shani hisobiga o'zgarishga ham zo'r o'zgarib ketaveradi. O'shaning uchun bizdan yiroqlashmang, videolarimizni o'tkazmay ko'rishingizni har doim tavsiya qilaman. Imkon qadar qaysi viloyatdansiz, respublika bo'ylab aloqaga chiqing. Imkon qadar sonini ko'paytirib olib qo'yishga harakat qilavering, inshaalloh. Rahmatini aytasiz. Bu meni gapim, Xudo xolasa 2 oy uzog'i, 2 oydan keyin menga rahmatini aytasiz. Yoki ko'rganda aytasiz, yoki telefon qilib aytasiz. Foziljon yaxshi olib qo'ygan ekanman deb inshaalloh aytasiz. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Video roligini boshlaymiz. Ekrandagi nomerlarga telefon qilib bog'lanib, Fozil bilan aloqaga chiqamiz deb aloqaga chiqib kelaverasizlar. Ekrandagi nomerdan lokatsiyani ham so'raysizlar yoki bo'lmasam Telegram kanalimizda bu manzilni to'liq manzil lokatsiyasi bo'ladi. Tanlovda adashmang, qoni buzilmagan, sorti toza, haqiqiy o'sha 100 ga 100 sementalli gibridlari kelgan. Sementalli gibridni ham kerak bo'lsa sementaldan kuchli ketadi. Biz boshlaverdik. Zuhriddin, hormayku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hamma obunachilarga, uzoq yaqindan, musofirdan bizni kuzatayotgan obunachilarga va o'tgan safar mol yetmay qolgan obunachilarga hammanglarga kuninglar barakotli bo'lsin. Xudo xolasa bugunga mana 54 bosh Fozilxon aka mana buqalarimizdan, rossiyskiydan bir 15 ta Xudo xolasa chiroyli bo'lib, yashurdan tuzalgan Qirg'izistonning bo'zaylari ham bor. Bu yoqda ko'p odam so'rayapti. Aha. 15 million bilan 16,5 millionning oralig'ida Bishkek bo'zaylarimiz bor. Bo'ldi. 15 dona qolgan aka. Xo'p. Boshlardik bo'lmasam. 54 ta. Bo'ldi aka. Olib chiqamiz, olib chiqib bir. Lekin hurmatli obunachilar, nima deydi? Inshaalloh nasib qilgan oladi, nasib qilgan ulgurib qolinglar. Sababiki bo'zaylarimiz juda ham yaxshi. Yomon narsani hech qachon tavsiya qilmaymiz. Men shuni guvohi bo'ldim. Inshaalloh Qirg'iziston paroda boqib ko'rdik. Mana o'tgan yil nasldor buqa boqib ko'rdik. Baribir nasl ekan, borku, naslga teng keladigani yo'q ekan. Men shuni o'zim guvohi bo'ldim. Shu boqib ko'rib shuni guvoh bo'lib sizlarga to'g'risini aytaman. Bor gapni aytaman, bor narsani bor deyman, yo'q narsani yo'q deyman. Keyin nima deydi? Ba'zi bir joylarda ko'pchilik aytib qolyapti, qimmat. Aka, nima arzon bo'lyapti? Hoji aka, nima arzon bo'lyapti? Endi shunaqa zamonlar keldi, shunaqa hali bundan ham qimmat bo'ladigan vaqtlar keladi. O'shaning uchun imkon qadar olib qo'ying deb bejizga aytmayapman. Inshaalloh ko'rasizlar. Nimalar bo'ladi hali. Men ko'p narsani bilaman, lekin aytmayman. Lekin bilmay turib, chorva blogerlar ko'p narsani chiqarishyapti. Mol chiqarishyapti. Bilmagan narsalarni gapirishmayapti, to'g'ri. Lekin men bilgan narsamni gapirmayapman. Nimaga? Endi avvalo Xudo, hamma narsa Xudodan. Keladi, Xudo xolasa vaqtlar o'zingizga guvohi bo'lasizlar deb bejizga aytmayapman. O'shaning uchun olib qo'ying deb aytayapman. Hammaning chorvasiga Alloh barakotini beraversin. Ketdik biz zagonga. Xo'p. Ay joningdan bularni qarang. Toychoqlar, oldin yo'qolligini qarang. Janavarlarni. Fozilxon aka bir kun turib damini olib qoldi ancha aka.
Mol endi bugun oz ekanda, Zuhriddin. Aytamiz hali bir kunda ham mol charchag'i chiqsa o'zgaradi deymiz u. Haqiqiy. Mana akalar. Kelaverasizlar xudo xolasa. 54 bosh. 54 bosh ekan. Hammasi xudo xolasa sog'lom. Joningdan sallanib. Mana zagonimizga kirib kelishdi. Janovarlar 54 bosh. Obunachilarimizni kuttirmaylik. 16,5 milliondan aka 4 dona mol chiqarib beramiz. 16,5 milliondan 4 dona mol chiqarib beramiz. 16,5 millionlik Ketdi, 16,5 milliondan 4 dona. Akalar savdosini qilaverasizlar. Foziljon, talashmadingiz, tortishmadingiz degan gap so'zlar bo'lmaydi. Savdo bu sunnat. Cho'ntagingizga qarab, pulingizga qarab savdo qilaverasiz. Agar savdangizda bir mishaytlik, bir xalaqit berib, bir sizga nisbatan bu yerga kelganingizda nonkoshliklarga duch kelsangiz, bexijolat menga telefon qilaverasiz. Qaysi viloyatdan ko'rayotgan bo'lsangiz. Sababiki unaqa ish xudo xolsa bu bolalar qilmaydi. Fozilxon aka bitta narsani ham mana aytib o'taylik-da. Savdogar bitta menman. Men narxchi bo'ladigan qilib aytaman. Yaqin qilib aytavering imkon qadar. Bizga yaqin narx kerak. Bizga endi shuncha joydan ovora bo'lib kelyapti-da odamlar. Deganda haligi ovora bo'lib qolmaydigan qilib bo'ladiganini aytyapti. Mana balat molimizga aka 2 dona mol tanlab olsin, 24 millionlik mol ham bor. 24 million. 2 donasini mana 23 milliondan tanlab olsin aka mana. Ko'rsating, arziydigan mollarda hali 25 million emas. Mana semental, mana 23 millionlik mollarimiz bor aka. Bir jup olgan odamga. Asosiy 10 ta mol tanlab olsa bu yerda Fozilxon. 22 milliondan tanlab olsin. 22 milliondan. 10 ta mol tanlab olsa. 10 ta mol tanlab olsin, 22 million. 16,5 dan boshlansa 17,5, 17liklari ham chiqadimi? Aka 17ligi chiqmaydi. Aka, chunki 4 dona kichikroq molimiz bor-da bu yerda. Eng kichigi 16,5 likdan keyingi kichigi 18,5 millionga chiqadi. 18,5 million. Xo'p. Shuni ham aytib o'taylik. 18,5 million, 19 million, 20 million, 21 million, 22 million, 23 millionning o'rtasida. Chiqadi. 4 dona kichkina molimiz bor, 16,5 milliondan bonus qilib chiqarib beramiz. Bo'ldi. Uni bilib turibsiz, siz ham shu uchun jon kuydirib obunachilarga gapiryapsiz. Bu yoqqa kelishi kundan kun kamayib boryapti, to'g'ri. Qimmatlashyapti dokumentlar. To'g'ri. Buni xalqqa qiziq emas bu narsa, lekin to'g'ri, kimdir qiziq emas deydi, lekin aslida qiziq. Nimaga? Bugun olib qo'ygan odam yutuqda deb gapiryapmiz-ku. Bu narsa haqiqatda olgan odam yutuqda. Pulini ushlab turgan odam kul deyishadi-ku. Aslida narsada, Bo'ldi, Zuhriddin. Unday bo'lsa qarang, 18,5 dan nechta chiqazib berasiz? 16,5 dan 4 ta, 18,5 dan nechta chiqazib berasiz? 18,5 milliondan 6 ta chiqarib berasiz. 6 ta chiqazib berasiz. 19 milliondan qancha nechta chiqarib berasiz? Aka 19 milliondan ham chiqaveradi 5-6 ta. 5-6 ta 19 milliondan chiqarib berasiz. Xo'p. 20, 22 aka. Bor, xudo xolsa 20, 21, 22 million so'mgacha 23 million so'mdan 2 ta 3 ta chiqadi. Kattalari. Kattalar. Qolganlari 16,5 dan boshlab 17,5 lik yo'q ekan. 22 millionga. 22 million so'mgacha narx qo'yildi. Tanlab olishingizga aziz obunachilar, hammasini ichidan mana shu 54 tadan ichidan tanlab olishga o'sha aytilgan narxlarda buqalarimiz bor. Endi qarang Zuhriddin. Hammasini bir joyga, bir totlarga, shuna bir hoji akamizning telefon qilib qolsa, nabodada endi avvalo Xudo rizq uzilishi. Aka 120 tani o'tgan safar bir joyga berdik aka. 9,5 milliondan narx chiqardik aka. 19 million 200 mingdan berdik aka. Olib borib berdik Namangan Kosonsoyga aka. Hop, gapiring. Bo'lib olishdi. Endi aka buni ham bir joyga qiziqib qolsa 54 bosh aka, oshcha narx aytmaymiz aka, 20 million unaqa emas. 20 milliondan o'tib beramiz aka. 20 milliondan o'tib beradigan joyi bor, kelishadigan joyi bor. Hammasini bir joyga qiziqqan odamga aka 20 milliondan ham kamini qilib beramiz. Savdosi bor ekan 20 milliondan. Aziz obunachilar, 1,5 millionni tepasiga qo'shadi, ishimiz bitadi inshaalloh. Novoslarni mana ko'ryapsizlar. Hammasi polvon, hammasi. Molni xudo xolisa nimasini yo'qotmagan. Tanasini yo'qotmagan, etini yo'qotmagan, xudo xolisa olgan odam hech qachon afsus qilmaydi. Bular rejimda xudo xolisa 2-3 hafta sizni xonadoningizni yoki mol fermangizni rejim bilan boqiladi. Mollarni 2-3 haftadagi asl holatiga qaytarib olasiz. Demakki, bular yaylovda, Rossiyaning yaylovlarida yurganda juda yo'g'on bo'lganda, yana o'sha 2-3 haftaning ichida bular o'z holiga qaytadi. Lekin olgan odam bor-ku, yaxshi ham olib qo'ygan ekanman deydi.
Xudo xolasa biz narxlarni yoritdik. Zuhriddin, aka. obunachilarimizga qilayotgan muomalangiz, xizmatlaringiz bizga xabari kelib turibdi uka. Aha. Xo'p, ilohim bundan beri ham xuddi shunday xizmat qiling uka. Ilohim aka. Bizni obunachilarimiz sizdan o'tgan galgi videoda minnatdor bo'lishdi. Rahmat. Men o'zim ham misol uchun telefon qilishganda ko'pchiliklariga boringlar deb aytdim-da, sababiki bizga Namanganga kelyapti, tugab ketyapti-da. To'g'ri. Endi videoni boshida aytdim-ku, bizni obunachilarimiz kuyovning navkarlari kabi janglarda haligi lashkarlar deydi-ku. Kuyov nagarni to'yda haligi kelinniki kuyov nagarga boriladi-ku. Ash kabi kelishadi-da. Endi nimaga kelishadi? Ular menga ishonishganligi uchun kelishadi. Albatta. Ertaga siz ular kelganda Fozil Zuhriddin maynaqa narx aytdingiz, bunda qaydi deb narxni o'zgartirib olsangiz, menga ham to'g'ri kelmaydi. Yo'q, xudo xolasa aka, narxni o'zgartirayotganim yo'q. Shu uchun aytyapmanki, aka misol uchun 23 million degan molimi kami yo'q-da Fozil aka. Mana hozir aytib qo'yaveray. 16,5 millionga o'zim himmat qilib chiqarib beryapmanmi? Kelgan pul emas. Uni ham kami yo'q aka. Dastavkalarini bittasini ham yetkazib beraman aka. 16,5 millionga bitta mol olsin aka, Namanganni xohlagan joyiga, Farg'onani xohlagan joyiga, Vodiyni xohlagan joyiga 16,5 millionga yetkazib beraman aka. Misol tariqasida aytadigan bo'lsam, shu o'tgan yili Kalmyksskiy buqoni azobonachilar avval keldi. Mana shunaqaligida olgandim-da. Qani mana shunaqaligida mana. Mana shunaqaligida вообще chikaltagida arvagida Zuhriddin. Endi bitta sementalam olgandim shunaqa. Sementalam olgandim. Qirg'iziston parodadan ko'rmagan daromadim men nasldordan ko'rdim-da. O'shaning uchun aziz obunachilar, Kalmyksskiy parodani misol uchun mana shunaqasini 9,5 millionga avvalgili olganman, avvalgili o'tgan yil sotdim. Hurmatli obunachilar, o'sha buqoni aziz obunachilar 9,5 millionga olib 40 millionga sotdim-da. Lekin o'sha yili 10 millionga olgan buqamni 25 millionga sotdim-da. O'shaning uchun akalar mana tavsiya qilaman sizlarga, yurakdan tavsiya qilaman. Imkon qadar to'g'ri qimmat tushadi kiloga hisob-kitob qilganda. Kiloga hisob-kitob qilgan odamning puli hech qachon ko'paymaydi. Mana aytdi deysizlar. Men o'zim amalda bajardim, ko'rdim, boqdim. O'shaning uchun tavsiyani qattiq qilyapman. Bu yoq o'zingizga havola. Taklif qanoq qabul qilasiz, qanoq qabul qilmaysiz, o'zingizga havola. Pul sizniki. Xohlagan molingizni olib boqing. Mana natijasini ko'rasiz. Lekin bitta mashina tashab qo'ying. Bitta tashab qo'ying, natijasini o'zingiz keyin tushunib yetasiz. Nima deymiz Zuhriddin? Mollar aka, biri 5 dan, biri 15 gacha. Bo'ybastlar, Biri 10 lik mollar deb aytaylik, mollar polvon mollar. Haqiqat. Kelganda videoda katta kichik emas. Mollar hammasi suvagi yo'g'on, oyoq qo'li polvon narsalar. Endi Fozil aka buni ko'p odam tushunmagan odamlar bunday deydi-da, bu narsani boqib olib borsang deydi, oxirida deydi. Qassob kilosini bir 10 ming balatiga olmaydi-yu deydi. Endi buni jicha tushunmayotgan aka-ukalarimiz aytadi-da, shunga biz tushuncha berib o'tishimiz kerakki Fozil aka. Misol uchun mana bu mol aka, bizda o'zimizni mesniy molni olyapsiz-da, kattarog'ini 20 millionga olyapsiz-da, bizdan kichikrog'ini olyapsiz aka. Misol uchun 180 kilolik molni bizdan 20 millionga olyapsiz, bozordan 230 kilolikni olyapsiz. 6 oy bahyapsiz-da, 6 oydan keyingi rezultati mana uniki o'tib ketadi. O'tib ketadi, to'g'ri. Go'shi bir xil bo'ladi, to'g'ri gapiryapsizlar. Qadrli obunachilar, go'shining narxi bir xil bo'ladi, lekin effekt darajasi buni kuchliroq bo'ladi. Vazn go'sht qo'shish jihati kuchliroq bo'ladi. Ko'proq bo'ladi. Ko'proq bo'ladi. Keyin oyiga bizning mollar 20 kilo semirib, haligi o'tini yemasdan turib olishi mumkin, lekin bu mollar qo'shadigan paytiga 50 kilo, 60 kilolar ves qo'shib, oyiga akalar sizlarga yaxshiroq daromad olib keladi. Shu uchun bu mollar ozgina qimmat. Buni qimmatligini bilib turib ham olayotgan aka-ukalarimiz oldin foyda ko'rganda bu narsadan. O'shaning uchun oladi. Birinchi marta olayotgan odamga ozgina qimmat tuyuladi. Lekin ikkita molingizni sotib turib, bitta yoki 4 ta molingizni sotib turib, ikkita shu moldan boqib ko'rsangiz, xudo xolasa, siz ham qiziqib qolasiz. Bu haligi deb maqtovurish emas, haligi ko'p aka-ukalarimizga mashinani uydan sotib turib mol qilinglar desam, shu gaping yoqdi menga deb telefon qilyapti-da. Rosti. Chunki to'g'ri gapda shu ham. Mashina bekor yotgandan, agar bekor yotgan mashina bo'lsa, o'zini ehtiyojidan tashqari bo'lsa, sotib turib olib qo'ysa aka, misol 4 ta mol olsa aka,
Bir 6 oy, 7 oydan keyin aka haligi ikkitasi foydaga qolib, ikkitasiga haligi mashinani beradi-da aka. Inshaalloh, Shunaqa inshaalloh. narsa bu, Xudo xolasa. Bizdan ozgina tushunchamiz borki, akalar biz sizlarni aldamayapmiz. Bir yaxshi yo'l ko'rsatyapmiz mana. Mana semental mollar ko'p bugungi nimada Xudo xolasa Partiyada azoblanishlar mana ko'ryapsizlar. Haligindaqa Grenfordlari yo'q. Pashti. Xo'p, Zuhriddin nima deymiz endi? Biz to'liq ma'lumotni berdik deb o'ylayman. Xato kamchiliklar, kimlargadir yoqmay qo'ygan gap so'zlar bo'lsa, albatta uzrimizni so'raymiz. Endi kimgadir bizning gaplarimiz yoqadi, kimgadir yoqmaydi. O'shaning uchun Alloh uchun kechirim so'raymiz. Albatta. Hurmatli obunachilar, kelinglar, ko'ringlar, nima olayotganingizni his qilinglar. Aytilgan gaplar hayotda bo'ladi. Bo'lmasa menga telefon qiling, Zuhriddin bilan o'zim 19,5 gaplashaman. milliondan hammasini bir joyga beramiz. 16,5 milliondan 4 dona mol chiqarib beramiz. 18,5 milliondan 6 ta, 19 milliondan 6 ta, u yog'i 20, 21, 22. Ketdi. Bir jup 23 milliondan mol tanlashib olsin. Gap yo'q. Bo'ldi aka, u yog'i xudo xolasa 22 million, 21 million ish bitadi. Lekin ozgina qadr qilib savdo qilsa, ishini bitkazib beraman inshaalloh. Inshaalloh. Aziz obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tanlovda adashmanglar, eng asosiy gap shunda. Atrofda arzon bo'lsa kelishaveradi. Ha, Imkon qadar arzon chiqaryapmiz aka. bo'ldi.